Sevimli savoqdaşlar, yaxshimisizlar? Everyday English vocabulary. Kundalik ingliz tili so'zlik qomusi. Lesson 12. Toiletries and bathroom equipment. 12. ders tozaliq uy asboblari. Toiletries degan o'birniyda ishlatilgan narsalar. Bathroom deganimiz tozaliq uy. Equipment degan asbob. O'birniydagi narsalar va tozaliq uy asbobi. Ya'ni biz o'birniga kirganda ishlatilgan narsalarning ismini bilmasakmi, ya'ni bo'lmaydi albatta. Shuningga o'birnidagi biz kundalik turmushimizda doim ishlatib turadigan narsalar zad nimalardan iborat ko'rib boqaylik. Shampoo, chash sopuni, shampoo. Conditioner. Conditioner deganimiz chash sopunda chechingizni yuvib bo'lgandan keyin chechingizni asraydigan yoki chechingizningki sifatini texmi yaxshi ko'taradigan, ya'ni bir xil suyuqlik. Ham buni chash sopuni ishlatmay turib ishlatsangiz chechingiz bir xil nima deymiz, yaxshi yuyilmaydi. Hamda chash sopuni ishlatib bo'lgandan keyin endi ishlatsangiz chechingiz rohatligiroq bo'lib qoladi deb. Meni beshim qarab balki bu ma'lumotni qanday bildigandi deb burunqi zamonlarda bilatdim demoqchi. Moisturizer. Moisturizer deganimiz ya'ni nemlikni saqlab qoluvchi yoki nemlatgich. Ya'ni moisturizer deganimiz ko'pincha kishilar ya'ni ko'pincha qiz ayollar ko'proq ishlatadi, ya'ni yuzidagi nemlikni saqlaydigan suyuqlik, ya'ni uni yuzingizga surkab bersangiz yoki chechib bersangiz teringiz biroz rohatlik bo'lib qoladi ham teringizning nemligini saqlaydi. Uni biz moisturizer deymiz. Bozorga chiqsangiz moisturizer olaman desangiz nurg'un moisturizerlar bor demoqchi. Razor. Razor saqal olg'ich yoki ustirama deb qo'yamiz. Shuni biz razor deymiz. Ya'ni badandagi tug chashlarni oladigan asbob. Shaving foam. Shave deganimiz shu dal saqal yoki badandagi chashni ilish degan gap. Shaving degan shu saqal ilish. Foam deganimiz mazg'ab yoki mazg'ab deymiz. Hamda shaving foam deganimiz odatda bu bir shundaq ko'pincha saqal olgan kishilar ishlatadi. Ya'ni bir silkivatgandan keyin bassangiz mazg'ab chiqarib beradi. Uni siz saqalingizga surksangiz saqalingizni texmi ya'ni yiltizini yumshatib shu siz ustur bilan ilayotganda biroz rohatligiroq his qilasiz demoqchi. U shaving foam, saqal ilish mazg'abi. Shower gel. Shower gel degan muncha badan sopini odatda. Shower deganimiz munchaga tushish, muncha. Gel degan suyuqlik, badan suyuqligi degan bu yerda badan sopini. Shower gel deganimiz dal siz badaningizga ishlatilgan munchaga tushganda yuydigan sopini, qattiq sopini emas. Bu suyuqlik badan sopini. Deodorant. Deodorant deganimiz qo'ltiq atri deymiz. Odatda sizning qo'ltiqingizni xushbiroq saqlab turadigan bir bir xil shilimshiq, bir xil suyuqlik. Uni azroq chiqarib qana qilsiz, shu qo'ltiqingizga surkaysiz. Deodorant, qo'ltiq atri. Soap. Soap deganimiz qattiq sopinni ko'rsatadi. Soap, sopun. Toothbrush, tish cho'tkisi. Brush deganimiz cho'tka, tish, toothbrush, tish cho'tkisi. Toothpaste, tish pastasi. Toothpaste, toothbrush, toothpaste. Mouthwash. Siz tishingizni tish cho'tkisi bilan cho'tkalab bo'lgandan keyin tish pastasi orqali tish cho'tkisi orqali tish pastasi bilan cho'tkalab bo'lgandan keyin mouthwash ishlatasiz albatta. Mouthwash degan og'zingizdagi har xil mikroblarni, har xil puroqlarni yo'qotadigan bir xil suyuqlik. Lekin uni ichmaysiz,
ağzınızga elip azraq bir 10-20 sekund yoki bir 30 sekund turg'izgandan keyin ağzıngizni chaqirtirgan suyuqlikni mouthwash deydi. Mouthwash. Ağız yuyish suyuqligi. Dental floss. Dental degan tish bilan munosabatli. Floss deganimiz nima deganda bir xil jip u, jipga o'xshash inchka. Jip desam normal jip o'xshaydi deb qolmaylik. Bu tishning oraliqidagi har xil tishning oraliqida turib qolgan ushaq-tushak har xil yemak-ichmak narsalarni chiqarishga yardım bo'ladigan floss. Bunimi odatda tish doktorlari kunda eng kamida bir qitim tishingizni flosslab berish deydi. Floss tishingizning oraliqlarini shu floss orqali tozalab berishni sizga buyuradi. Masalan, kechda tish cho'tkalashning oldida siz dental floss orqali tishingizni flosslaysiz. Floss deganmi bir peel ingliz tilida shu floss ishlatib tishingizning oraliqini qana qilish oraliqdagi narsalarni chiqarib o'tish. Dental floss deganimiz dal shu oraliqdagi narsalarni chiqartirgan jipni dental floss deymiz. Bu yipmi bo'ladi, ya'ni birsi tutquchi bamda kichikina bir tal yippa holatda shakllangan dental flosslarmi intayin bozorga chiqsangiz ko'p. Sponge. Sponge degan shumurgich. Shumurgich degan nima deganda bulutga o'xshash bir material u. Suvni o'ziga qana qildi, shumirib oldi. Bir siqsangiz qo'lingizni mijisangiz suv butunlay chiqib o'zi intayin yenik holat keldi. Bu badan yuydigan badan yuyish qilmi ishlatamiz bu sponjni. Qachquchilarni yuyish qilmi ishlatadi kishilar. Ya'ni albatta qachquchilarni yuydigan sponj ayrim material, badanni yuydigan sponj ayrim material. Bozorga chiqsangiz o'xshamaydigan sponjlarni sotadi. Face wash. Face wash deganimiz yuz yuyish suyuqligi. Face deganimiz yuz, wash degan yuyish, face wash deganimiz yuz yuyish degan gapimiz yuz yuyish suyuqligi. Buni ayrim bozorda sotadi, albatta, maxsus yuzingizni yuvadigan sopun demakchi. Toilet paper. Toilet degan xala degan gap, paper degan qog'oz, xala qog'oz, ya'ni o'birni qog'oz. Siz taratgan, ishlatgan qog'ozni toilet paper dedik. Sevgili arkadaşlar, 12. dersteki toiletries and bathroom equipment o'birni tozliq uy asboblari degan bu ders mana bu yerda oxirlashdi. Kelar qitimliq darschilik aman bo'linglar. Esinglarda bo'lsin, bu kundalik ingliz tili so'zlik qomusi siz cho'qim bilishingizga tegishli bo'lgan eng kamidagi 3000 dan ortiq so'zni butunlay so'zlab berdi bu darslikda. So'zlab berdi deganim men so'zlab beraman. Shuningga har seshanba kuni diqqatingiz bu darsimizning bu kundalik ingliz tili so'zlik qomusi darslarimizning yangi darsida bo'lsin. Kelar seshanbagachilik aman bo'ling. See you next time. Kelar qitim ko'rishaylik. Goodbye. Xayr xo'sh.